Assalomu alaykum hammaga. Hozir biz sizlarga admin panelni ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu yerda dashbord bor. Dashbordga kiradigan bo'lsak, sizlarda umumiy nechta mijoz bor, taksoparklar nechta, haydovchilar nechta, buyurtmalar nechta bo'ldi bugun. Xo'p, bu yerda statistikani ko'rib tursalaring bo'ladi. Kunligiga qarab, bu yerda daromad, umumiy daromad, bugungi umumiy daromad, pastga keladigan bo'lsak, so'nggi safarlar. Xo'p, dispetcher C panelga o'tamiz. Dispetcher C panelga o'tadigan bo'lsak, xo'p, sizlarda hozir nechta aktiv haydovchilar bor? Hamma haydovchilarni ko'rib tursalaring bo'ladi. Liniyada emaslarni ham ko'rib tursalaring bo'ladi. Bu yerda haydovchilarni filtr qilsalaring bo'ladi. Hammasi bo'sh, buyurtmada. Xo'p, bu yerda ommaviyda, misol uchun agar haydovchilar biz hozir bu ishlayotgan taksi kompaniyadan nima qilamiz? Agar haydovchilar zakazlarni olmasa, 5 ta haydovchiga yuboriladi. Agar 5 ham olmaydigan bo'lsa, umumiyga tushadi. Bu umumiyda hammaga ko'rinadi. Xo'p, bu yerga keladigan bo'lsak, qidiruvda bo'lgan zakazlar, yo'lda bo'lgan zakazlar, ommaviyga tushgan zakazlar, tugaganlarini ko'rib tursa bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, bu taksi parklar. Sizlar ertaga agar katta ob'emda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, sizlar taksi parkka qo'shiladi sizlarga. Ularga alohida admin panelimiz bor. Xo'p, ularni bu yerdan kirgizsak bo'ladi. Misol uchun park nomi, komissiyasi, direktori, telefon raqami, emaili, yuridik manzili, haqiqiy manzili, bank shoti, hujjatlarni yuklab qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun buni ko'rsataman. Xo'p, moliya hujjatlarini ko'rsalaring bo'ladi. Nechta haydovchisi bor, xodimlari nechta, haydovchilari nechta. Haydovchilarni ham ko'rib tursalaring bo'ladi. Xo'p, endi biz haydovchilar bazasiga o'tamiz. Xo'p, bu yerda bizning haydovchilar bazasi, tasdiqlanganlarini, ya'ni filtr qilib tanlasalaring bo'ladi. Haydovchilaringiz ilovaga profil rasmini qo'yib qo'yishlari kerak, chunki klientlar ko'rib turadi qaysi haydovchi kelayotganini. Xo'p, misol uchun birorta haydovchiga kiradigan bo'lsak, haydovchi, telefon raqami, qaysi MChJ, onlayn, hozir onlayn 8 yildan beri ishlayapti, misol uchun taksi sohasida umumiy. Xo'p, umumiyda polniy o'zini ma'lumotlari, platforma parki, soliq, xo'p, avtomobillari hozir qaysi avtomobil? Bitta haydovchining bittadan ko'p mashinasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bu ikkinchi mashinalarni ham shu yerdan qo'shib qo'ysalaring bo'ladi. Hujjatlari, profil rasmi, haydovchilik guvohnomasi, pasport asosiysi. Xo'p, reytingi, bizda ichki reyting tizimi bor. Ya'ni sizlar ertaga kattaroq ob'emga hozir boshlanishiga manimcha bu kerak emas. Agar sizlar ertaga kattaroq ob'emga o'tadigan bo'lsalaring, bizda ichki reyting tizimi bor. Yoki Yandex kabi. Ya'ni zakaz berayotganda birinchi reytingi balandga otsimi yoki reytingi pastgami, natlitkasi borga otsimi yoki eng yaqinigami. Bularni hammani o'zidan kelib chiqib biz platformani ilovani moslab beramiz. Xo'p, buyurtmalari bugungacha qilgan barcha buyurtmalari, to'lovlari. Sizlarning balansdan pul o'chgan, ya'ni polniy to'lovlari bu yerda ko'rinib turadi. Xo'p, mijozlar bazasiga o'tamiz. Xo'p, biz bu mijozlar bazasi, xo'p, birortasiga kiradigan bo'lsak, umumiy polniy ma'lumotlarni ko'rsalaring bo'ladi. Buyurtmalar nechtasi yakunlandi, mijozning reytingini ko'rsalaring bo'ladi, bonusini ko'rsalaring bo'ladi. Xo'p, buyurtmalar, ya'ni shu paketga qilgan barcha buyurtmalar, bonus. Bu bonusga kiradigan bo'lsalaring, hozir nechta pul bonusi bor yoki sizlar balansini shu mijozni qo'shib o'zgartirib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, endi buyurtmalarga kiramiz. Buyurtmalarga kiradigan bo'lsak, bu barcha buyurtmalarni ko'ramiz. Yakunlangan, misol uchun Iskandarga. Xo'p. Bu B-siz chaqirilgan buyurtma. Hozir men sizlarga B-ga bilan chaqirilganini ko'rsataman. Mana. Xo'p, bu yerda biz ko'rishimiz mumkin qayerdan qayerga borganini, necha kilometr ketganini, necha daqiqa ketganini, necha pul bo'lganini, haydovchi qabul qildi, qachon yetib keldi, hamma ma'lumotlarni ko'rib tursak bo'ladi. Xo'p, tariflarga o'tamiz. Bu tariflar nima? Bizda hozir ko'rayotgan masalan ekonomik, kasb berish, yuk tashish, komfort, biznes emas. Sizlar agar yangi tarif ochmoqchi bo'lsalaring, yangi tarifni yozib, nomini yozasizlar, rasmini yuklaysizlar, taksimi, dostavkami, servismi, yopiq yoki ochiq statusini agar o'chirib qo'ysalaring, misol uchun, hozir men ekonomni bunday o'chirib qo'yadigan bo'lsam, shu bilan ilovalarda ekonom tarif ko'rmaydi. Ya'ni yoqib qo'yadigan bo'lsam, ya'ni ko'rinadi. Xo'p, misol uchun ma'lumot ichiga kirib ko'rsatib beraman. Dastavka, Chevrolet Nexia tavsif yozib qo'ysalaring bo'ladi. Klientlar ya'ni ekonom tarifini ustiga yozadigan bo'lsa, tavsifsini ham ko'radi. Xo'p, shaharlarga o'tamiz. Bu shaharlar hozir sizlar ya'ni shaharlarga bo'lib kiriladi. Bu nimasi yaxshi? Misol uchun aytaylik, siz hozir Quvadan boshladingiz. Siz Quvaga ya'ni chizasiz, misol uchun Quva tumani deb tahrirlashni yozamiz. Bu yerga misol uchun siz birorta tumanga yozadigan bo'lsangiz, Quvani yozasiz. Quva misol uchun Quvani o'zi chizib beradi. Siz tanlaysiz, mana bunaqa chizib beradi o'zi. Keyin siz qidiruv radiusini belgilasangiz bo'ladi. Qancha radius ichida haydovchilar, ya'ni haydovchilarga buyurtma ko'rinishi kerak. Taklif vaqti necha sekund ichida haydovchilar buyurtmani qabul qilish kerak. Maksimal nechta haydovchilarga yuborish kerak bir buyurtmani bir vaqtda. Xo'p, keyin sizlar tariflarni ya'ni qo'shib qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun dastlabki xizmatlarni qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun yetkazish, yuk tashish, sizlar bu yerdan narxlarini qo'shib qo'ysalaring ham bo'ladi.
Misol uchun boshlang'ich narx nechi pul, minimal narx nechi pul, daqiqasiga nechi pul yozish kerak, kutish vaqti nechi pul, surish, ya'ni bu sizlarga ozgindan keyin tushuntirib beraman nimaligini. Kilometr narxi, 1 kilometrdan 10 kilometrgacha nechi pul yozish kerak, 10 kilometrdan, ya'ni 30 kilometr bu misol uchun kirgizilgan, ya'ni kilometrlar o'zlaridan kelib chiqib o'rnavsalaring bo'ladi, so'zlab olsalaring. Xo'p, keyin biz kalkulyator qo'shganmiz. Misol uchun shu narxlarni kirgizib bo'lganlaringdan keyin sizlar masofa bilan vaqtni yozadigan bo'lsalaring, sizlarga nechi pul bo'lishini ko'rsatib beradi. Ya'ni sizlar test qilib ko'rishlaring shart emas. Xo'p, talab zonalari bu juda ham ko'p, ya'ni juda ham kerakli funksiya. Agar katta bo'lmay chiqadigan bo'lsalaring, bu hozir Yandexda biladigan bo'lsalaring talab zonalari bor. Bu talab zonalari nima? Men sizlarga yozib ko'rsatib beraman. Xo'p, talab zonalari bu Toshinga test rejimida sizlar uchun qo'shib berdik. Xo'p, bu talab zonalari, xo'p, misol uchun aytaylik, sizni tumaningizda 4 ta lakasa bor. 4 ta katta lakasa bor. Shu 4 ta lakasada aytaylik 4 ta maktab bor, katta maktab. 12 bilan 1 orasida zaifkalar juda ham ko'payib ketadi, to'g'rimi? Xo'p, sizlar bizning ilovada, ya'ni bizning platformada haftada 6 kun 12 bilan 1 orasida narxlarni 1,5 barobar ko'tarib qo'yishni istaydigan bo'lsangiz, sun'iy intellekt har kun, ya'ni haftada 6 kun dushanbadan shanbagacha shu narxni 12 bilan 1 orasida 1,5 ga ko'tarib beradi. Bu haydovchilarga ham ko'rinadi. Misol uchun mana bu yerda 1,5 yoki sizlar 2, ya'ni 2 qilsalaring bo'ladi, 3 qilsalaring bo'ladi, ya'ni o'zlaridan kelib chiqib o'zgartirsalaring bo'ladi. Masofani belgilasalaring ham bo'ladi. Qachondan qachonga ishlashlarini ham bemalol belgilasalaring bo'ladi. Xo'p, to'lovlarga o'tadigan bo'lsak, bu haydovchilar sizlardan balansdan yechilgan pullar ko'rinadi, muvaffaqiyatli, tashlamagan hali, bemalol filtrlab ko'rsalaring bo'ladi. Bonuslarga keladigan bo'lsak, bu bonuslar misol uchun klientlarga xo'p, birinchi safarga, ya'ni aytaylik, yangi bonus yozamiz, masalan, birinchi safar uchun yoki har 5 safar uchun 5000 so'm bonus, misol uchun shularni yozasizlar, tavsifni yozasizlar, qo'shimcha tavsif statusini o'chirib yoqsalaring bo'ladi. Xo'p, summani belgilaysizlar, necha pulligini, limitni belgilaysizlar, cheksiz yoki bo'sh qo'llash shaharlar, qaysi shaharlarga qo'llansin bu? Qarshi, Peshku yoki tariflar ekonomga qo'llansin, yetkazib berishgami, yuk tashishgami? Xo'p, endi muddat boshlanish sanasi bilan tugash sanasini ham belgilasalaring bo'ladi. Endi bildirishnomalar. Xo'p, bildirishnomalar nima? Sizlar klientlarga va voditellarga bildirishnomalar berib tursalaring bo'ladi. Misol uchun zaifkalar ko'payib ketdi, liniyaga chiqinglar. Buni sizlarga voditellar ilovasida ham hozir ko'rsatib beramiz. Keyin bizda shablonlar qilsalaring bo'ladi, kategoriyalar bo'lib, ya'ni kompaniyalar qilsalaring bo'ladi. Xo'p, misol uchun qachon jo'natilaring, qachon yakunlandi, bemalol ko'rsalaring bo'ladi. Moliyaga o'tadigan bo'lsak, bu sizlarga haydovchilarning balansi, hozir haydovchilarda necha pul umumiy balansda pul bor, komissiya balansi, o'zlarining balanslaring, parklar balansi, agar sizlarda park bo'ladigan bo'lsa, parklar balanslarini ko'rib tursalaring bo'ladi. Bonus depoziti, bonus alohida depozit olsalaring bo'ladi. Bu yerda yana bizada buyurtmalar summasi, barcha buyurtmalar summasi, haydovchilar daromadi, ishlatilgan bonuslar. Bu yerda barcha tranzaksiyalarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun kiramiz, haydovchiga kiramiz, umumiy ma'lumotni ham, ya'ni boshida ko'rsatganimdek ko'rsak bo'ladi. Xo'p, bizada chat qismi, bu mijozlar bilan, haydovchilar bilan chat qismi bor. Bu Telegramga o'xshab, ya'ni o'sha vaqtni o'zida ishlaydi. Misol uchun birortasiga keladigan bo'lsak, o'zimiz test rejimida hozir qildik sizlarga ko'rsatish uchun. Xo'p. Test misol uchun hali o'qilmagan. Agar klientlar sizlarga yozadigan bo'lsa, shu vaqtni o'zida ko'rinadi. Klientlarga ham sizlar o'qidilaringmi, o'qimadlaringmi bo'lib, ikkita pozitsiya yoziladi. Qachon jo'natdi, qachon o'qidi, Telegramga o'xshab ishlaydi. Bu yerda alohida klientlarga o'zlariga jo'natsalar ham bo'ladi yoki bir-bir, ya'ni birma-bir gaplashsalar ham bo'ladi. Haydovchilar bilan, misol uchun Iskandar Safaraliyev. Misol uchun bu haydovchi, assalomu alaykum, bu tez xabar Arbi paneldan. Xo'p, resurslar, avtomobillar sizlar kirgizib qo'ysalaring bo'ladi. Misol uchun Chevrolet rusumlarni kirgizib qo'yasizlar yoki BYD biznes yoki ekonom tarafiga. Xo'p, keyin bizada statistika bor, ranglar, endi mashinalarning ranglari. Statistikaga kiradigan bo'lsak, sizlar buni umumiy daromad, yakunlangan safarlar, faol haydovchilar, bekor qilish darajasini bilsalaring bo'ladi. Xo'p, safarlar dinamikasini ko'rsalaring bo'ladi. Qaysi kuni qancha ko'p zakaz bo'lyapti, qaysi vaqtda qancha ko'p zakaz bo'lyapti, aylanma va komissiyalar, bir kunda qaysi kuni ko'p komissiya tushyapti, aylanyapti, tarif bo'yicha ham ko'rsalaring bo'ladi. Bekor qilishlar sabablarini ham ko'rsalaring bo'ladi. Tizim bekor qilyaptimi, haydovchi bekor qilyaptimi yoki klientlar. Eng band soatlar qachon, pik vaqti bo'ladi, bemalol ko'rib tursalaring bo'ladi. Auditoriya kechikishi. Xo'p, shaharlar bo'yicha mijozlar haydovchilari. Bularni men hozir yana ko'rsatib beraman. Quva mijoz haydovchilarini ko'rib tursalaring bo'ladi. Chunki bizda shaharlar servisi ham bor. Top parklarni ko'rsalaring bo'ladi. Haydovchilar reytingi umumiy, mijozlar reytingi, bildirishnomalar. Xo'p, tumanlar aroni ham ko'rsatib beraman. Xo'p, tumanlar aro faol safarlar, bonuslar safarlari, bugungi daromad, oylik daromadlarni ko'rib tursalaring bo'ladi. Va bu yerda sizlar oxirgi tumandan tumanga zakazlarni ko'rib tursalaring bo'ladi. Eng mashhur yo'nalishlar, misol uchun Yashnobod, Chirchiq, Peshku, Buxoro. Bu yerda o'zlaring analiz qilib tursalaring bo'ladi. Safarlarga keladigan bo'lsak, sizlarda barcha safarlar bor yo'nalishlari bilan. Yashnobod, Chirchiq, misol uchun Peshku, Buxoro kiradigan bo'lsak, ya'ni manzillar kiritilgan, qachon vaqti, haydovchi ham rasmigacha ko'rinib turadi. Sizlarga ham, klientlarga ham avtomobili, telefon raqami, bronlar hozir qaysi, ya'ni safarlar bron qilindi mijozlar tomonidan. Qarshi, Shahrisabz hamma ma'lumotlarni chetda ko'rib tursalaring bo'ladi. Viloyatlarga keladigan bo'lsak, sizlar misol uchun birorta viloyatga o'tadigan bo'lsalaring, misol uchun aytaylik,
Buxoroda o'chadigan bo'lsalaring, sizlar bu yerdan yoqib qo'yishlaring kerak, yangi viloyat qilib. Shundan keyin tumanlar kinetlarga ko'rinadi, o'zlaringni viloyatlaringdagi. Tumanlar aroga kiramiz. Tumanlar aroga kiradigan bo'lsa, hozir men Toshkentdaman. Toshkentga barcha tumanlar kirgizilgan bilsalaring. Sizlar chizib bersalaring ham bo'ladi, misol uchun. Hop. Ko'rsatib beraman. Bemalol agar xohlasalaring, ya'ni radiusgacha chizib qo'ysalaring bo'ladi, tumandan tumangacha. Yo'nalishlar, yashamoq chirchiq tugatilgan, nechta tugatilgan, bu sizlarga hozirgacha bo'lgan umumiy statistikani beradi. Tugatilganlar, faollar hozirda bekor qilingan, to'ldirilganlik, foizlarda joylar hozir nechtasi, ya'ni nechta odam to'ldi. Hop, o'rtacha narxini o'zlaringdan kirgizib qo'ysalaring bo'ladi. Bu yoqdan xohlaylar haydovchilar kirgizsin, xohlaylar o'zlaring kirgizadigan qilib beramiz. Ya'ni sizlarning talablaringizdan kelib chiqqanda o'zgartirib beramiz. Hop, bekor qilishlar bu yoq nimaga kerak? Sizlar nimaga bekor bo'lyapti? Shularni bilib turasizlar. Misol uchun boshqa sabab yoki texnik nosozlik, yoki haydovchi topilmadi, yoki haydovchi, yoki vaqt mos kelmadi. Shu yerdan ham bekor qilish analizini ham ya'ni qilib kelsalaring bo'ladi. Hop. Narx qoidalari. Hop, narx qoidalariga keladigan bo'lsak, tumanni yozasizlar. Misol uchun tumandan tumanga, Bektemirdan Chinozorga yoki Bektemirdan, misol uchun Bektemir tanlaymiz, Chinozorni tanlaymiz. Avtomobillar, misol uchun sedan, Damas, barcha turdagilarni tanlasalaring bo'ladi. Minimal summa, maksimal summa, tavsif, eslatma, har xil nimalarni qo'shib qo'ysalaring bo'ladi. Xo'p, tumanlar aro moliya. Bu tumanlar arodagi barcha balansni ko'rib tursalaring bo'ladi. Daromad, bronlar, gross, umumiy bronlar, hozirda bron qilingan safarlarning summasi, faol haydovchilar nechta hozir, o'rtacha to'ldirishlar. Ya'ni 10 ta haydovchidan, misol uchun umumiy haydovchidan necha foizini mashinasi to'layapti. Komissiya tahlili, bemalol komissiyadan ko'rib tursalaring bo'ladi. Eng faol yo'nalishlarni bu yerdan ko'rib tursalaring bo'ladi. To'lovlar, bu yerda ya'ni haydovchilar balansiga olgan to'lovlar, statistikalarni ko'rib tursalaring bo'ladi. Yashnobod, Chirchiq, Peshku. Menimcha tushunarli bo'ldi. Agar savollaring bo'ladigan bo'lsa, men o'zimga chiqsalaring bo'ladi.